Zolotaya korona qarzlarni O'zbekiston orqali undira oladimi degan savollarni juda ham ko'p yo'naltirishibdi. Videolarimda aytib o'tganman, albatta undira oladi va e'tibor berdimki, ko'pchilik juda ham har xil fikrlarni bildirishibdi. Ya'ni bu davlat banki emas, Rossiyaga tegishli emas degan fikrlar qoldirishibdi. Hurmatli kuzatuvchilar, e'tiboringlarni qaratardimki, qonun bo'yicha bu davlat bankimi yoki bo'lmasam davlatga tegishlimi? Bunday hech qanday ta'siri ham, buni hech qanaqa ma'nosi ham yo'q. Chunki bu kompaniya hisoblanadi, davlatniki emas haqiqatda. Lekin u davlatdan iltimos qilib, ya'ni sudga murojaat qilib, qarzdorlikni undirishga harakat qiladi. Agarda siz Rossiya Federatsiyasida bo'lmasangiz, ushbu qarorni O'zbekiston Respublikasiga yo'naltirishni iltimos qiladi. Ya'ni qarorning ijrosi O'zbekistonda bo'lishini xohlaganligi sababli международный соглашенияларga asoslangan holda ushbu qarorni O'zbekiston Respublikasiga yo'naltiradi. O'zbekiston Respublikasining sudi bu qarorni tan olib, ularni majburiy ijroga yo'naltiradi. Majburiy ijro esa siz bilan bu qarzdorlik bo'yicha ishlarni olib boradi, ya'ni undiruv ishlarini amalga oshiradi. Shu sababli har xil fikr bildirgan insonlarga ishonib yurmang, chunki ularda bu qonunlar haqida hech qanday ma'lumoti yo'q. Hurmat bilan, Abubakir Safayev.